Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ramazondagi iftor loyihamiz davom etyapti. Bizlar ham shunday chodirlarda yashayotgan mazlumlarga yordamlarni, iftorlik taomlarni ulashlikda davom etyapmiz. Bugun ham inshaalloh ehsonkor aka-uka opa-singillarimizni yuborgan ehsonlari evaziga, ya'ni taomlarni tayyorlab olib keldik. Inshaalloh ko'p turganlar mana bu mazlumlarga, shu chodirlarda yashayotgan mazlumlarga iftorlik taomlarimizni ulashtirib beramiz. Alloh taolo ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo ushbu muborak Ramazon oyida qilayotgan barcha amallarni qabul qilsin va Alloh taolo mana bu oydan gunohlardan pok holda chiqishligini nasib aylagan bo'lsin. Agar sizlar ham ehsonkorlar karvoniga qo'shilishni istasanglar, bizning aloqa manzilimizga chiqishlar mumkin. Bizlar ham inshaalloh shunday faqirlarni, yetimlarni xursand qilib, muborak Ramazon oyida ularni ozgina bo'lsa ham tabassum qilishligiga sababchi bo'lamiz inshaalloh. Bismillah. Chef atmadım. Çok. Hiç maçı. Hadi sarı. Eyvah.